6 enlidan aşk ko'rinishda bo'ladi genotipda. Endi buni gametasi necha xil bo'ladi desa, demak, bulardan bittadanligini bilamiz biz aniq, ikki xili. Keyingi xili ikkita katta, bitta kichkina, bitta katta, ikkita kichkina bo'ladi, to'g'rimi? 4 xil bo'ladi. Bundan ortiq emas xili. Endi 20 dan 2 ni ayirib tashlab, 18 2 bo'lsak 9 dan to'g'ri keldi. Bundan osonroq. Endi buni ko'rib chiqaylik. Bundan faqat dominant A'liklardan, to'rttadan bundan bitta chiqadi. Kombinatsiyasi bir xil bo'ladi xolos. Faqat resessiv A'likdan bundan bitta chiqadi. Hop, endi keyingi kombinatsiyalarni ko'rib chiqaylikmi? 1 2 3 ta dominant, bitta resessiv. Hop, bitta dominant, bitta resessiv. Bitta dominant, 3 ta resessiv. Bularning soni teng chiqmaydi-da. Shuning uchun 70 dan 2 ni ayirib, bu sonni 3 ga bo'lib qo'ysak, ularning soni chiqmaydi. Tushunarlimi? Bu usuldan foydalana olmaymiz. Endi boshqacha usuldan foydalanish kerak. Bundan foydalansak bo'ladi. 20 dan 2 ni ayiramiz, 18 2 bo'lib qolamiz. Bu gametalar chiqaveradi. Endi 850 dan Pascal 3 burchagi degan narsadan foydalanamiz. Bu qanaqa bo'ladi desa, Nasıl kerak emas bizga. Pascal 3 burchagida hop, biz 850 dan oladigan gametamizda nechta gen bo'ladi? 4 ta gen bo'ladi, 8,5 bo'ladi, 4 gen bo'ladi. Shunda birinchi 1 qo'yib olamiz tepaga. Buni 0n qilib olamiz. 1 0n boshlanish. Endi buni 1n ga o'tkazamiz. Bittadan qo'yamiz. Burchak boshlanish. Endi birlarni qo'shib qo'yamiz bir-biriga. 2 bo'ladi. Eng chekkasiga yana birlardan yozamiz. Birlar. Bunda endi 2 ga ko'taramiz. 2. Endi mana 1 bilan 2 ni qo'shamiz. 3. Bu yog'iga yana 1 yozamiz. Mana qo'shamiz. 3. Bu yog'iga yana 1 yozamiz. 3 50 ga o'tdik endi. Bizga 4 kerak, buni yarim 4. Endi yana 1 bilan 3 qo'shib qo'yamiz. 4. 3 bilan 3. 6. Mana 3 edi. 3 bilan 1. 4 chekkaga yana 1 qo'yamiz. O'shanda biz 4n ga yetib keldikmi? Mana oxiridagi raqamlarimiz 1 4 6 4 1 bu 4nlikka yarim. Endi gameta sonini qanaqa topamiz desa, endi gameta xilini yozib chiqaylik mana shu yerga. Narsa kerak emas bizga. Ko'rinishda gameta bo'ladi deyishmi? Birinchi gametamiz raqam mana. Bundan bitta chiqadi. Ikkinchimiz ikkinchi gametamiz. Buni o'zini o'ziga ko'paytiramiz, oxiridagi sonlar. Birinchi gametani topish uchun 1 ko'paygan 1 qildik. Necha chiqadi? 1 chiqadi. Ikkinchi gametani topish uchun 4 ko'paygan 4 qilyapmiz. 16 chiqyaptimi? 1 16 bo'ldi. Endi bunisi 16 qilamiz. Keyingi gametani topish uchun 6 karra 6 36 qilamiz-da. Bunisiga 36. Keyingi gametani topish uchun yana 4 karra 4 16. Keyingi gametamiz 1 karra 1 16. Bunisiga 16, bunisiga bitta. Gametalar soni 1 16 36 16 1 ko'rinishda bo'ladi. Va foydalangan narsamiz nima ekan? Pascal 3 burchak. Shu asosida 8nlik, 10nlik, 12nlik, 14n, 16n ko'rinishdagi formuladan bemalol gameta olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Yaxshi. Tushunib qo'ying.